أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Allah Taalaga cheksiz hamd sana etimiz. Bizni bu ulug' Ramazan oyiga yetkizdi. Bu ulug' Ramazanda ro'za tutish va boshqa ibodatlarni qilishga muvaffaq qildi. Bugun bu ulug' Ramazanning birinchi juma kunisi. Bu ulug' kunda Allah Taala ibadetlerimizni kabul kılsın, dualarımızı icabet kılsın. Allah Taala bu ayının ahirigacha öz layıkıda yaxshi amel ibadetler bilen bu Ramazan rozunu tutup ibadetlerimizni öz joyida qilib ahirlashtirg'ili nasib qilsin. Bugün biz Allah'ın izni bilen Bakara suresinin 184. ayetinin tefsirini okuyunuz. Eyyamen ma'dudat Eyyamen ma'dudat Femen kana minkum maridan ev ala safar أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ötken hafta 183. ayetinin tefsirini okugan edik. O ayet-i kerimede Allah Taala biz müminlerge Ramazan ayında roza tutuşunu farz kılganlıkını ve bizden ilgirki peygamberlerinin ümmetlerine rozunun farz bolganlygini bayan kılgan edi. Roza tutuştun maksatının takvadarlıkka erişiş bolganlygini bayan kılgan edi. Bugün şu 2. ayette onun devamını, rozunun hükümlerini bayan kıldı Allah Teala. Şundaktaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyamen ma'dudat. Bu sizge farz kılıngan roza yıl boyunca ya bir neçe ay emas. Eyyamen ma'dudat. Sanaklık bir qancha gün. Yani 30 gün. Bu bir yerde Allah Teala eyyamen ma'dudat yani sanaklık bir qancha gün degan söz bilen Ramazanның bizge asan, tiz kelip, tiz ketadigan, sizlarga jiq bir mushaqqat sanmaydigan ekanligini bayon qildi. Bu roza texmi bir asallashtirib berish bir yılda 365 gün var. 335 gün yap içetmemiş kalsanız kılın. Fakat 30 gün ya 29 gün roza tutun. Bu sanaklık gün bolsa, qancha gün bolganligi ma'lum bolsa, bu insonga texmi asallık beradi. Onun üstüge bu Ramazan bunu bugün 4. günüge kirip olduk. Xuddi bir neçe gün yani bir aydayımız ama bir neçe günge okşaş tiz kelip tiz ötep gidiyor. Şuna Allah Teala bunu sanaklık bir neçe günde bizge ağır kep kalmaydıganlıkını bildirdi. Yine texmi asallaştırıp فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Eğer Ramazan ayı kelgen vaxtida
sizlar kasal bo'lsanglar, ya'ni ro'za tutsa, ro'za og'ir keladigan, ro'za tutganlik sabab bilan kesili ziyodalashib, kesili og'irlashib qoladigan, yoki ro'za tutganlik sababi bilan kesilning saqayishi kechikib ketadigan bundaq kasal bo'lsanglar, av ala safarin yoki safar ustida bo'lsa, ya'ni Ramazon kelgan vaqtida o'zininki uyda, o'zining yurtida emas, boshqa bir yurtda, boshqa bir yerda bo'lsa, yoki yo'l ustida ketayotgan bo'lsa, bundaq ahvolda nima ish qilish kerak? Sizlarga shuni osonlashtirib beramizki, u bundaq ahvolda ro'za tutmay, yeb ichib, safaringlarni qilib, kasalliklarni davolab, fa'iddatun min ayyamin ukhar, Ramazondan keyin saqaygan vaqtida, qandaq bir vaqtida sizlar o'zingizga oson kelgan bir vaqtida shu tutanmay qolgan ro'zanglarninki qazosini tutsanglar bo'ladi. Safardan uyanglarga qaytib kelgandan keyin, kasaldan saqaygandan keyin u qancha kun ro'za tutolmagan bo'lsanglar, shu kunni sanab, shu kunda ro'za tutib olsanglar bo'ladi. Ulamalar bu oyatninki tafsirida av ala safarin, ya'ni safar ustida degan so'zni safarga ro'zadan burun atlangan bo'lsa, ya'ni Ramazon kelgan vaqtida yo'l ustida bo'lsa, yoki o'zining yurtida emas, boshqa bir yerda bo'lsa, safar qilgan yerda bo'lsa, yoki atdigan suhurlikdan ilgari safarga chiqqan bo'lsa, bundaq holatda ro'zani tutmay yeb ichish joiz. Ammo atdigini ro'za tutib qolib, undan keyin tush vaqtida bir yerga safar qilgan bo'lsa, u kishi ro'zasini iftorgacha davomlashtirish kerak. O'ttirdi ro'zani buzib o'tishga bo'lmaydi deydi. Va alallazina yutiqunahu, hamda ikkinchi xil bir kishilar bor. Qiyinlik bilan ro'za tutadigan. Ya'ni yuqorida degandek musafir emas, safar ustida, yo'l ustida emas, kasal, undaq og'ir kasalmi emas, lekin ro'za og'ir keladi. Og'irlik bilan, qiyinchilik bilan, mushaqqat bilan aran tutoladi. Kim o? Yeshi cho'ngib qolgan kishilar. Kasal bo'lmasimi, yoshning cho'ngligi, yashinib qolganlik insonning badanini ojizlashtiradi. Bular bir necha soat tamoq yemay, suhurlikdan tortib ta oqshomgacha tamoq yemay turishga toqati yetmaydi, kuchi yetmaydi. Mushundaq kishilar. Buningga ulamalar boshqa, masalan, bola emitadigan ayollar, kichik balasi, balig'i taxandan yemaydigan, faqat sutlarla yashaydigan, masalan, 1 oylik, 2 oylik bo'lgan bolalar. Yoki hamile ayollar, masalan, tug'ut yaqinlashib qolgan 8 oy, 9 oy, 7 oylik bo'lgan hamile ayollar ro'za tutsa, bir necha soat tamoq yemaganligi sababli ya o'ziga, ya bolasiga ziyon kelib qolish ehtimoli bo'lsa, bu bundaq kishilar. Shuningga o'xshash bu qiyinchilik holatida qoladiganlar ko'p bo'ladi. Ramazonda, masalan, Ramazon hamisha qishda yoki kun qisqa zamonda kelmaydi. Uzun nimada keladi. Masalan, saqaymaydigan kasallik, shekar kasaliga o'xshash, bundaq davomliq dori yaptımsa bo'lmaydigan bundaq kishilarga ba'zi yoz kunlarida ro'za uzun 15 saat, 18 saat, 20 saat ro'za tutish kerak bo'lib qolgan kunlar kelib qoladi. Bundaq vaqtlarda
Bu attigini zo'rliqda doğru yap, ondan keyin iftada doğru yeygichlik bu kishilarningki nimasi bo'lmaydi. Mushundaq ahvolga qolgan kishilar bo'lsa, bunda kishilar nima ish qildi? Bunda kishilar fidyatun ta'amu miskin. Bu kishilar shu ro'za tutmaydi. Ro'za tutmaslikqa ruxsat berildi. Bu kishilar hamda onun yaşanıp qolgan kishining yoshlikka qaytib o'zining tutolmay qolgan ro'zasining qazosini tutish imkoniyati bo'lmagandan keyin bundaq davomli ömürlük kasalga duchor bo'lgan, masalan doğru yaptığımız bo'lmaydigan bundaq kishilar bu qanday qilish kerak? Fidyatun ta'amu miskin. Tutanmagan ro'zasining her bir kunga bir miskinni to'yg'izadigan taam berish kerak. Bu bir miskinni to'yg'izadigan taam, yani bir sa arpa yoki qo'noq, bir Hanefi mazhabda yerim sa buğday uni deganga o'xshash. Ya'ni bir kishiningki qo'shqi to'yg'udigan bir vaqtlik tamoq. Hamda bir kunlik tamoq. Shunchalik bir narsani bersa bo'ladi. Buni hamda bizningki fiqh ulamolari sadaqa fitraninki ayırıyız. Şu sadaqa fitrine bir sadaqa fitra bir günün ro'zasininki pidisi bo'lalaydi deydi. Miqdori, yani bilmoqchi bo'lsak, qandaq yerda ulamolar bu yil sadaqa fitra manchilik keladi deb belgilagan bo'lsa, shu tutanmay qolgan har bir kunga bir sadaqa fitrininki miqdorida fidya bersa bo'ladi. Ve men tatavva hayran fahuve hayrullah. Kimki endi Allah biz mushundaq ruxsatni berdik, imkoniyatni berdik. Yani siz ro'za tutmaydigan, tutish qiyin bo'lgan ahvolda ro'za tutmay yoki ahvol tuzalgandan keyin tutanmay qolgan ro'zaning qazosini tutish yoki bo'lmasa ahvoli tuziladigan bo'lmaydigan kishilarningki fidya verish orqali ro'zani tutganning savobiga erishish imkoniyatini berdik, ruxsatni berdik. Lekin ve men tatavva hayran fahuve hayrullah. Kimki endi bu fidya berishda, miskinga fidya berishda en azını belgiledik. Yani bir sadaqa fitrining miqdorida fidya bersa bo'ladi deb, kimki uningdan jiqroq bersa, yani hayran kendi ko'nglidan chiqarib Allah Teala'nınki raziligiga, Allah Teala'nın rahmetiga erishish uchun, Allah uchun texmi ko'proq bersa, fahuve hayrullah, bunun için texmi yaxshi bo'ladi. Çünkü Allah Teala bu Ramazanda qilgan yaxshiliklarga boshqa chog'da qilgan yaxshiliklardan necha hassa oshirib mukofot berdi. Bu Ramazan shundaq ulug', shundaq yaxshi bir fursatki, burada qilib bu Ramazanda qilib olgan ibodatlar, Ramazanda qilib olgan yaxshiliklar boshqa oylarda, boshqa vaqtlarda qilgan yaxshiliklardan necha hassa ustun bo'ldi. Shunga bu fursatni g'animat bilib, eng to'vinni basimi bo'ladi, gadinidagi qarz ado bo'ladi, ammo jiqroq qilsa yoki o'limalar deydi, hem ro'za tutib hem fidya bersa, masalan imkoni ro'za tutish bak qiyin bo'lmagan kishilar hem ro'za tutib hem de yana fidya berib boshqalarga yaxshilik qilsa yoki beriladigan fidyani jiqroq bersa, shundaq yaxshi ishlarni qilib olsa, uningga texmi yaxshi bo'ladi, texmi katta mukofotga erishadi. Va antasumu hayrul lakum in kuntum ta'lamun. Endi agar ro'za tutsanglar, sizlarga texmi yaxshi. Agar bu ro'zaninki
manfaatini, Ramazonning fazilatini, Ramazonda tutgan ro'zining boshqa chog'i tutgan ro'ziga o'xshamaydiganligini, bu yerdagi fazilat, bu yerdagi rahmat, bu yerdagi beradigan mukofotlarni bilsanglar agar, azroq qiyinchilikda olsanglarmi, ro'za tutsanglar texmi yaxshi. Alloh taolo bu yerda insonlarga bizlarga ixtiyor berdi. Ya'ni sizlarni bir qiyinchilikqa tashlab qo'ymaslik uchun qiyin ahvolda ro'za tutinglar, qandoqla bo'lmasin ro'za tutinglar deb qilmaslik uchun sizlarga ruxsat berdi. Safarda bo'lganlarninki, safarda mayli qiyinchilik tatmasin, ro'za tutmaslikka ruxsat. Kesal bo'lgan kishilarninki, kesili ziyodalab qolgan bo'lsa, kesilning ziyodalab qolishdan qo'rqsa, ro'za tutmaslik ruxsat. Shunga o'xshash boshqa shunday qiyinchilik bilan ro'za tutgan kishilarninki ro'za tutmaslikka ruxsat. Lekin shu kishilar masalan safarda chiqdik. Hozir safar endi aeroplan bilan bir yerga boramiz, 3-4 soatda bordi. Borgan yerdimi balki qiyinchilik beshiga kelmasligi mumkin. Bundaq kishilar ayadiki agar qiyinchilik bo'lsa tutmasa, hatto qiyinchilik bo'lmasa-mu tutmasa, Alloh taolo ruxsat berganlikin deb u ruxsat, unda nima yo'q. Gunoh yo'q. Agar endi jiq bir qiyinchilik tortmasa, Ramazonni ro'zasiz o'tkazayotgandan tutqan yaxshi. Ramazonning rahmatiga, Ramazondagi fazilatga, Ramazondagi Alloh taolaning beradigan mukofotiga erishish uchun bu ulug' Ramazonni, bu yaxshi fursatni ro'zasiz Alloh taolo menga ruxsat bergan-ku deb ro'zasiz o'tkazib azroq qiyinchilikqa chidab ro'zasini tutib o'tsa, bu texmbak yaxshi deydi. Endi bu yerda bir ogohlantirish berish kerak. Bu endi azroq qiyinchilik tatib qolsa-mu ro'zasini tutsa yaxshi deganlardan ba'zilarida o'zini qiynab, shu kasal bo'lsa-mu shundoq o'zini qiynab mundaq ro'za tutish yoki safardami shundoq zo'liqni vaqtida zo'liq topalaydigan yo iftorlik topalaydigan imkoni bo'lmasa-mu shundoq qiynalib o'zini qiynab bundaq qilish bu to'g'ri emas. Mundaq o'zini qiynab mundaq qilishni Alloh taolo yoqtirmaydi. Biroq andaq qiyinchilik bo'lmay qolsa degan gap. Ro'za tutgan yaxshi. Chunki bu oyning fazilat boshqa oyda yo'q. Boshqa vaqtlarda qilgan mukofot yaxshiliklarni Alloh taolo uning biriga 10 savob berdi. Bizningki qalbimizdagi Allohga bo'lgan ixlosimizga qarab savobni texmi ko'paytirib berdi. Ramazondagi uning o'xshamaydi. Ramazonda qilingan ibodatlar uning bek katta. Ro'zining savobini Alloh taolodan boshqa hech kim farishtalar masalan bilmaydi. Shunga Alloh taolo hadis qudsiyda as-savmu li va ana ajzi bihi deydi. Ro'za men uchun. Ya'ni kullu amal ibn adama lah, inson avlodining qilgan ishi hammasi o'zi uchun. Ya'ni bunun mukofotini, har qanday ibodatning mukofotini Alloh taolo belgilab qo'ygan. Uni farishtalar shu yozdi. Biz namoz o'qisak, boshqa ibodatlarni qilsak, zakot bersak, haj qilsak, buning hammasining mukofotini farishtalar bu banda bunda ibodat qildi deb buning mukofotini yozdi. Ammo ro'zining mukofotini Alloh taolo farishtalarga bildirmagan. Ro'za tutgan odamga bunchalik mukofot beraman deb uni belgilab qo'ymagan. Onun uchun uni Alloh taolo o'zim beraman dedi. Uning qanchalik mukofot berganligini o'zim bilaman. Uni mukofot, buning ma'nosi o hisobsiz. Yani ro'zaga beriladigan mukofot hisobsiz.
Şuna Allah Teala bir yerde muşundak rozudan mahrum kalmanlar demekçi. Onun için Allah Teala bizge bu ulug' Ramazan'ı yetkizdi. Bu ulug' Ramazan'ı yaxshi ibadetler bilen, dualar bilen, sadaqani jiqroq beraylik. Bu Ramazan'da kılıngan sadaqanın ki mükafatını başka sağlıklıdır neticesi üstün buludu. İmkanımız ölçüsüde, imkanımız boğan takdirde rozu tutuşunu hergiz sal qaramaylı. Allah Teala tutkan rozularımızı kabul kılsın, sadakalarımızı kabul kılsın, amellerimizi kabul kılsın. Allah Teala bu Ramazan'ın ahirgacha şundak yaxshi amellerini kılıp keçisi turup namaz okup keçide okulgan namazının savabı münasibet yukarı. Hazır endi bu korona meselesi bilen mescitlerde taravih namazı okuyamayız. Şundak olsun öylerde taravih namazını okuyaylı. Keçiler teheccüd okuyalım, bu vakitlerini bunda ötküzüp etmeylik. Allah Teala kılgan bütün ibadetlerimizni özlergahide kabul kılsın. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.